Akalar zo'r narsa ko'rsataman. Yandexchilar ko'rgansizlar, skuterlarda, boshqa nimalarda ishlashadi. Tan beringlar, akamiz Damazda tosh yurganlar, mana Yandexda ishlayotganlar. Juda ham xursand bo'ldik ko'rib. To'g'risi bunaqasini ko'rmaganmiz. Shu mashinada tashiyishmasa, aka ham mana shu mashinada Yandex narsalarni tashib beraman deyishdi, o'zlari chetdalar. Xudo xolasa akamizning mashinalarini rullarda muammosi bor ekan, chiroyli qilib beramiz. Yandexchilar bop qilib beramiz. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Ketdik. Akalar, Yandexchi akamizning mashinalarini ideal qilib berdik. Rulovoylarni zavodskiy qilib, magnitlargacha qo'yib berdik. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Aka, mashina qalay bo'ldi? Aka, mashina vobshe zo'r bo'libdi. O'ta ideal holatda bo'libdi. Ilohim qo'lingiz dard ko'rmasin, ilohim bundan ham ko'ra ishlashingizga rivoj bersin, ilohim. Rahmat aka. Akalarim sizlarga ham hammalarga tavsiya qilamiz. Bu telefonda ko'rganlar bilan kelib ishlayni bitirganlar ham boshqa ekan. Bu telefonda ko'rganlar ham boshqa. Kelib o'zlari balovlarimizgacha damlab, razolarni qilib, hamma ishni ideal qilib berishdi. Ilohim charchamasizlar, Xudo kuch-quvvat bersin. Hammalarga tavsiya qilib qolamiz, lekin ko'rib qolib ketmanglar bu videoni. Kelishlarga maslahat beraman aka. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar kelaverasizlar, akamiz Yandex qilar ekanlar. O'shaning uchun 100 ming so'm skidka qilib berdik. Rulovoylarni taylan zavodskiy qilib berdik. Xudo xolasa qolganlardan xursand qilamiz. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar.